Tibetdagi Everest tog'ining sharqiy yonbag'rida kuchli qor yog'ishi oqibatida qariyb 1000 nafar sayyoh lagerda qolib ketdi. Voqea sodir bo'lgan hudud dengiz sathidan 4900 metr balandlikda joylashgan. Mahalliy aholi va qutqaruvchilar qor bosib qolgan yo'llarni ochmoqda. Ma'lum qilinishicha, hozirgacha 350 kishi xavfsiz hududga, ya'ni Qudang shaharchasiga evakuatsiya qilingan. Bo'ron 3-oktyabr kuni kechqurun boshlangan va dam olish uchun mashhur bo'lgan Everestning sharqiy qismida yanada kuchaygan. Namlik va sovuq haddan tashqari kuchli edi. Gipotermiya xavfi juda yuqori bo'ldi. Bu yilgi ob-havo odatdagidek emas. Yo'lboshchimiz oktyabr oyida bunday ob-havoni hali ko'rmaganligini aytdi. Hammasi to'satdan yuz berdi, deydi Qudangga yetib kelgan sayyohlardan biri. Xitoy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Tibetning Moviy osmonni qutqarish yordam guruhiga kuchli qor tufayli chodirlar qulab tushgani va ba'zi sayyohlar sovuqdan aziyat chekayotganligi haqida chaqiruv kelib tushgan. Shu bois Tingri tumani turizm kompaniyasi Everestning sayyohlik hududiga chipta sotish va tashriflarni vaqtincha to'xtatgan.